BYD han mashinasini olib qo'yganmiz. Bu o'zimizning yaqin bitta klientimizning mashinasi. Bu mashinaga o'zi bizni polniy polirovka keramikalar qilib bergan edi. Oldilarini, kapotini, krilosini, bronlarigacha ham qilib bergan edi. Bu akamiz ozgincha mashinani qiryaptilar. Lekin broni plyonka bo'lganning hisobiga kuzupiga o'tmagan. Shotida ozgina o'tgan joyi bor ekan, mana ko'rib turganinglarda. Bu bilinmaydi, ozgincha karandash tekkizib, polirovka qilib yuboramiz-da, boshqatdan krilosini, kapotini, boshqatdan broni plyonkalarni almashtirib beramiz. Keyin mashinamizni bitta yaxshilab mo'yka qilamiz-da, xudo xolasa. Mayda-chuda miyatina teggan joylari bor ekan, miyatina bo'lgan joylari bor ekan. Polniy miyatinalarni terib tashlaymiz. Akamiz Yevropaga ketayotgan ekanlar, bir hafta 10 kunda kelaman ukam dedilar. Bo'ldi aka, tashlab keting dedim. Chiroyli qilib ishlarini bitirib beramiz. Sizlarda ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol olib kelib tashlanglar mashinanglarni. Ham ishonchli joyda, bitta joyda turadi mashinanglar, pana joyda. Ham ishinglarni hammasini chiroyli qilib bitirib beramiz. Kelguninglarcha ham ishinglarni bitirib beramiz. Mazza qilib, shu yerda o'zidan top-toza qilib haydab chiqib ketsanglar bo'ladi. Bemalol xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaveringlar, ishinglarni chiroyli qilib, kelishtirib, sifatli qilib, zo'r qilib bitirib beramiz. Bu mashinamizni ham xudo xolasa bitgandan keyin обязательно videosini qo'yamiz.